Hammasi 2025-yil iyul oyida jinsiy mavzudagi videolarning internetga tarqalib ketishi orqasidan boshlangandi. Videolar Xitoyning Shanjin shahridagi oddiy bir uyda olingandi va undagi mavzular ham bir xilda edi. Uyga bir inson kiradi va uy egasi bilan jinsiy aloqa qiladi va ketadi. Videolar bir vaqtda Xitoy va dunyoga tarqalib ketgandi. Bir necha kundan keyin esa politsiya tomonidan o'sha videodagi g'alati kiyingan odam ushlangandi va bu insonning haqiqiy ismi Jo ismli 38 yoshli bir erkak kishi edi. Joning uyidan yuzlarcha ayol pariklari, ayol kishi kiyimlari, silikon ko'kraklar va yuzlarcha erkak kishining ismi yozilgan bir kundalik topilgandi. Topilgan videolarda esa jinsiy aloqa qilgan erkaklarning yuzlari ochiq oydin ko'rsatilgan edi. O'ziga Sister Hong deb soxta ism qo'ygan Jo kunduzi oddiy bir erkak, kechqurunlari esa ayol kishiga aylanardi. Internetda tanishuv saytlarida u o'zini o'rta holdagi 38 yoshli ayol qilib ko'rsatardi. Biroz vaqtlar o'tgandan so'ng esa u bu narsalarni nega faqat internetda qilyapman, hayotda ham qilsam bo'ladi-ku deb internetdagi narsasini hayotga ko'chirdi, ya'ni ayol kishi obrazini. Jo har kuni ertalab 5 da uyg'onib, oshiqchasiga makiyaj qilardi va parik taqib, ayol kishi ko'ylaklarini kiyardi va o'rta hol, o'rta yoshli ayolga aylanardi. Jo Instagram va TikTokda qisqa videolar olib joylashni boshlaydi. Jo o'zini internetda yolg'iz yashaydigan beva ayol qilib gaplashardi va asosan yosh, chiroyli yigitlarni tanlardi va ular bilan tanishib, uyiga taklif qilardi. Jo uyga keladigan erkaklardan pul emas, aksincha kichkinagina narsalar olib kelishini so'rardi. Masalan, tarvuz, kokos, shunga o'xshagan kichkinagina sovg'alar. Buning sababi esa Jo o'zini internetda kambag'al qilib ko'rsatardi va kelgan insonlarga o'zini pulga sotadigan ayol emas, shunchaki uyda bu narsa kamchiliklarni olib kelishini so'raydigan ayol sifatida ko'rinardi va shunda erkaklarda hech qanday shubha qolmasdi. Jo kelgan mehmonlarini maska bilan qarshi olardi va ular hatto salomlashishga ulgurmasidan Jo o'z ishini boshlab yuborardi. Albatta, bu paytda uyga qo'ygan yashirin kameralari hamma narsani tasvirga olib turardi. Jo ayol kishi rolini shu darajada yaxshi o'ynardiki, kelgan erkaklar hech narsani sezmasdi va juda xursand qaytib ketishardi. Jo kiyimini aslo yechmasdi. Hatto u qurbonlarini kurtka bilan kutib olardi va erkaklarga g'ayritabiiy usulda jinsiy aloqa qilardi. Joning qurbonlari ichida davlat odamlari, boylar, kambag'allar, tiktokerlar, mashhur insonlar ham bor edi va u har bir erkak bilan qilgan jinsiy aloqasini kundaligiga ismi bilan yozib ketardi. Albatta, bu kelganlarning ichida Joning aslida erkak kishi ekanligini bilganlar ham bo'lgan, lekin Jo u paytda hozir politsiyani chaqiraman, seni shantaj qilaman deb qo'rqitib uydan haydab yuborardi. Lekin ichlardan ba'zi erkaklar Joning ayol kishi emasligini bilgan holda jinsiy aloqani davom ettirgan va Sister Hong amaki 1 emas, 100 emas, 200 emas, 3 yilning ichida 1600 ta erkak bilan jinsiy aloqa qilgan va ularni hammasini video tasvirga olgan va Jo bu videolarni internetda sotib kelgan. Shuning orqasidan kun ko'rgan. Lekin 3 yilning oxirida bu narsa portladi. Videolar hamma yoqda tarqalib ketdi. Joning uyga kelgan erkaklarning xotin bola chaqasi, sevgan qizi, blogerlar, mashhur insonlar ham bor edi va haqiqiy bir dramaga aylangandi. O'sha shahardagi yashaydigan ayollar o'zlarining erlarini yoki sevgililarini shu videolar ichida bormikin deb izlay boshlashgandi. Kelgan erkaklarning orasida mashhur bir model ham bor edi. Qo'pol qilib aytganda, qizlarning ajali. Bu yigit Joning oldiga tez kelib turardi. Keyin ma'lum bo'lishicha, aslida bu yigitning sevgan qizi bor va unashtirilgandi. Afsuski, videolar tarqagandan so'ng ular ayrildilar. Ishning kulgili tarafi esa Joning yoniga borgan yigitlardan ba'zilari TikTokda jonli efir qilib, videolardagi men edim deb maqtana boshlagan.
Albatta, dardlari mashhur bo'lish edi. Ya'ni reklamaning yomoni ham, yaxshisi ham reklama edi. Albatta, Joning bu qiliqlari 2025-yil 5-iyulda yakun topgandi. Va nihoyat Jo hibsga olindi va u insonlarning videolarini ularning ruxsatsiz tortib internetga sotgani uchun qamalgandi. 1600 ta erkak esa pomada surgan amakiga qanday qilib aldangani esa juda kulgili.